Do'stlar, bundan bir necha yillar muqaddam PSG 4-0 yutgan. Javob uchrashuvida Barselona 6-1 hisobda g'alaba qozongan-ku, zo'r comeback bo'lgan. Ana shu comebackning oxirgi goli urilmasa nima bo'lardi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Shu 5-1 da qolib ketsa, qanaqa holat hukmronlik qilardi Camp Nou'da? Bugun javobini ko'rishingiz mumkin. Click TVdagi o'yinda xuddi shu narsa sodir bo'ldi. O'sha oxirgi gol amalga oshmadi. O'sha oxirgi gol PSG darvozasiga kiritilmadi. O'shanda kiritilgan edi. O'shanda Luis Enrique jamoa bosh murabbiy edi, Barselonaning bosh murabbiyi. Bugun esa bu tomonda terisidan o'tkazib ko'rdi, his qilib ko'rdi. Aston Villaga respekt. Aston Villa gap so'z bo'lish mumkin emas. Keyingi bosqichga chiqishga haqliroq ham edi. Bunaqa Aston Villani kutmagandim. Agar bu o'yinni tomosha qilgan bo'lsangiz, maza qildingiz ko'proq. Bu aniq. Barselona ham g'alaba qozondi. Qiynalib bo'lsa ham, ikkita o'yindan beri kataloniyaliklar gol urishmayapti va raqib jamoa vakillari ularga gol urib berishyapti. Bugungi uchrashuvdagi o'ziga urgan golini raqib tomoniga urganda ehtimol intriga davom etardi. Barselona hamda PSG keyingi bosqichga chiqqan bo'lsa ham bir kimtik nimadir yetishmagan holda chiqyapti, og'riqli chiqyapti va ularda ham muammolar yetarlicha borligini bugun o'zlaridan pastroq bo'lgan jamoalar ko'rsatib berishdi. Endi qarangda, tarkiban ancha farqli bo'lgan jamoalarki comeback kerak bo'lganda shunaqa jang taklif etishdi. Demak, Santiago Bernabeuda nimadir bo'ladi. Dastlabki daqiqalarda nimadir bo'ladi. Endi Arteta saboq olish kerak. Bugungi PSJdan, bugungi Barselonadan. Borussia Dortmund qahramonlarcha turnirini tark etdi. Aston Villa ham zo'r o'yinlar bo'ldi. Barselona muxlislarini tabriklaymiz. Garchi 24 ta o'yinlik mag'lubiyatsiz seriya uzilgan bo'lsa ham, menimcha Barsa muxlislari rozi va ertaga ham ancha intrigali o'yin bo'ladimi deyman, agar bugungi tendensiyadan kelib chiqsak. Dortmund Barselona o'yinida juda ko'p hal qiluvchi detallar bo'ldi. Ikkitasini aytib o'tmoqchiman. Birinchisi avtogol. Ikkita to'p farqi edi. Tasavvur qiling, oxirida Dortmund 3-chisini urdi. O'sha avtogol bo'lmaganda Borussia shiddati ham so'nmasdi va bilib bo'lmaydi qanday tugardi bu uchrashuv. Ammo Rami xato qildi, Fermin majbur etdi. Endi yana bitta vaziyat. Bu ham ta'sir o'tkazdi uchrashuvga. Pedrining tushishi. Usiz amallamoqchi edi. Flick qarasa yonyapti. Markazda xaos. Biz sharhda ham aytdik, Pedrisiz iloji yo'q. U tushda hammasi o'zgardi. Kartina o'zgardi. Yopdi markazni Barselona, biroq qanotlarga tezkor Duranvillarni tushirib, yana Kovac Borussiani hujumda faolligini oshirib qo'ydi va intriga oxirgi sekundlargacha saqlanib qoldi. Qoyil qolmay iloji yo'q. Murabbiylar ham shaxmat partiyasi qilishdi. Dastlab Flick 4 ta to'p farqidan kelib chiqib tarkib tuzgan edi. Yo'q, majbur etdi Kovac. Baribir Barsa maksimum kuchini tashlab ketdi. Rafinyaning oxirdagi holatini o'zingiz ko'rdingiz. Juda qiziqarli qarama-qarshilik ko'rdik. Kutilmaganda balki. Shuning uchun ham Borussiani qayta e'tirof etib qo'yapman. Barselona esa ikkinchi taymning ba'zi bir vaziyatlaridagina o'zining maksimal darajasini ko'rsatdi. Ungacha esa uzoq vaqt davomida ishonmay keldi. Ya'ni Dortmund nimadir qila olishiga ishonmay keldi. Balki shu edi xato. Oxirida keyin ko'p kuch yo'qotishdi.